Uzun mojitamizni qilishda davom etamiz. Karkada solamiz, limon va miyata. Oldin suvni qo'yib qo'yamiz gazga, qaynab turadi. Eng baland olovda qo'yamiz. Uzumlarimiz 100% tabiiy bo'lgani uchun hech qanaqa dori, ximikatlar ishlatilmagani uchun shunaqa ozgina chirigan joylari ham bor. O'shaning uchun bularni yaxshilab sortirovat qilamiz, bitta-bittalab va keyin kompotimizga sovuramiz. Yaxshilab bitta-bittalab yuvib oldik. Endi suvga solamiz. Shakarni ham ozgina solib qo'yaveramiz hozirdan, keyin yana tatib ko'rib, po vkusu sovuramiz. Men banka yopishni unchalik bilmayman, o'shaning uchun shunaqa do'kondan solyonilar olingan bankalarni yuvib, tozalab, shularga yopib olamiz. Suvga karkadani solib qo'yaveramiz, rangi chiqib, chiroyli qip-qizil bo'lib turadi. Men kompot agar yopsam, shunaqa qaynatib, mevasini olib tashlab, faqat suvni ham yopib qo'yaveraman. Chunki shuncha mehnat qilganimdan keyin buzilib qolish, ilib otib yuborishidan qo'rqaman. Eng tinchgina shu usul yaxshi men uchun. Mojitoga limon, miyata hamma narsasini solib, bu tarafda qozonda obedga ovqat ham qarab qo'ydim. Bu ham tayyor. Hozir bolaga suz beraman. Obed ham qilib oldik. Endi bankalarni yuvib, paris qilib qo'yishim kerak. Birato'la ovqatdan chiqqan idish tovoqlarni ham yuvib, rakovinamni ham chiroyli oppoq ozoda qilib qo'ydim. Bo'ldi, hamma ishimni bo'ldim. Bankalar tayyor. Qop-qoqlar qaynayapti. Mojitomiz ham bo'ldi. Qaynab turibdi. Mazalari joyida. Bolalar chug'urlashib yotibdi. Hozir mojitoma bo'lsam, ularni ham uxlatib tashlayman. Qani endi yopishga kirishamiz. Katta uzumlarni olib tashlaymiz. Ularni bankaga solib o'tirmayman. Ozgina chiroyli kichkina joylarini qoldiramiz. Ularni bankaga, shtop grafinga solganda ham chiroyli bo'lib turishini, nimadan ekanligini bilishimiz uchun qoldiramiz. O'zi bittagina bankam katta edi. Uni ham kuchim yetmadi to'g'risi yopishga. Adasini chaqirdim, amallab yopdik. Ozgina mojitomiz oqdi, boshqatdan oldik, boshqatdan yopdik, amalladik. Qolgan kichkina bankalarga o'zimning kuchim yetdi. Ularni tez-tez o'zim yopib tashladim. Bizning oilada o'zi faqat men kompot ichaman. O'shaning uchun iloji boricha eng kichkina bankalarga yopishga harakat qildim. Mojitomiz ham 007 oxirgi eng kichkina bankamizga ham. Endi nima qilaman? Endi boshidan yana hamma joyini tozalashni boshlayman.